أكبر ولله الحمد. Alloh subhanahu va taolo barchamizga kirib kelayotgan bu Qurbon hayitini muboraklik qilsin. Alloh taolo barcha ummat ahlini, islom ummatini hamisha tamkinda, saodatda, ilm va amalda haq ustida sobit qilsin. Alloh subhanahu va taolo barcha yerdagi aka-uka, opa-singillarimizga, mazlum-mazlumalarga nusrat bersin, tamkin bersin. Ularga chiqishni bersin, mashaqqatlardan yengillikni bersin. Va Alloh taolo ularni ham xushnud bo'lib bayramlarni nishonlashlikni, islom izzatida soyalanishlikni muvaffaq qilsin. Va barcha islom ummatiga haqiqatni ko'rsatishni, haqiqatni tushunib yetishlikni va islomni avvalgi izzatlarga qaytishlik ne'matini musharraf qilsin. Haqqa xizmat qilayotgan ustozlarni, olimlarni va haq tarafida turib amal qilayotgan birodar opa-singillarni hamisha shu yo'lda sobit qilsin va jonlarni ham shu haq ustida olsin. Alloh taolo hech qachon zolimlarga itoat qilib qo'yadigan, ularga ibodat qiladigan mushriklardan qilmasin. Dunyo oxiratimiz o'zi rozi bo'ladigan ko'rinishdagina o'tkazishligimizni o'zi bizga muvaffaq qilsin. Va yana shunga qo'shimcha qilib aytamizki, bu Qurbon hayiti, Ramazon hayiti bayramlari musulmonlar uchun xushnudchilik, xursandchilik, shod-u xurramlik, o'ynab kuladigan, haqiqatda bu kunni bayramligini, taftini oila ahillarida, o'zlarida, atroflarida his qildiradigan kundir. Uyingizni qandaydir qilib bezatasizmi, nimadirlar pishirib yegingiz kelayotgan bo'lsa, qilib yeysizmi, hadyalar ulashasizmi? Mana bu xursandchilikni hammasini qilsangiz joiz bo'ladi, modomiki isrofgarchilikka, Alloh harom qilgan narsaga yo'l qo'ymasangiz bas. Va xossatan bu kun xushnudchilik kuni bo'lganligi sababidan qabristonlarni ziyorat qilish degan narsa yo'q. Butun dunyoviy kofirlarni bayramda o'ynab kulish kerak ekanda, musulmonlarni bayrami kelganda qabristonga borib ta'ziya bildirish kerak. Qabristonga borib siqilishlik kerakmi? Yo'q, unaqa narsa yo'q. Islomda bunday narsa yo'q. Boshqa vaqt boravering. Boshqa vaqt ibrat uchun boring qabristonga. Lekin bayram kunlari borib, u yerga azat tutib kuningizni mahzun holatda qilmang. Bu bayram kuni yilda 2 marotabadir. Va bu kun xushnudchilik kuni qilib qabul qiling. Bu kun haqiqiy bayram qilib nishonlang. Zero musulmonlar uchun 2 bayramdan boshqa bayram yo'q. Va hech qanday qabriston ziyorat qilish degan narsa shariatning aslida yo'qdir. Allohu a'lam. Taqabbalallohu minna va minkum solihal amal. Kullu amin va antum bi xayr.